Endi turli mavzularda tayyorlangan xabar hamda lavhalarning to'liq tafsiloti bilan tanishing. Jizzax shahrida hokim va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda shahrimiz yoshlarning orzu-intilishlari va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, iste'dod va salohiyatini namoyon etishlari uchun zamonaviy sharoitlar yaratishga alohida e'tibor qaratildi. Dastlabki lavha shu haqda. Jizzax shahar hokimi Komil Xolmurodov Jizzax shahri mahallalarida istiqomat qiluvchi yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Uchrashuvda yoshlarga oid dolzarb masalalar, ularning muammolari va kelajakdagi rejalari muhokama qilindi. Tadbir davomida yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollarni berish, taklif va tashabbuslarni bildirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Ularning ta'kidlashicha, asosiy muammolar qatoriga ishga joylashish, ta'lim sifati, bo'sh vaqtni mazmunli o'tkazish hamda shahar infratuzilmasini yanada rivojlantirish kabi masalalar kiradi. Shahar hokimi yoshlarning fikrlarini tinglab, ularning hayot sifatini oshirish yo'lida zarur choralar ko'rishga va'da berdi. Shuningdek, yoshlarga tadbirkorlik va kasb-hunar o'rganish imkoniyatlarini kengaytirib, sport va madaniyat sohalariga e'tiborni oshirish muhimligini ta'kidladi. Mazkur uchrashuv yoshlar va hokimiyat o'rtasidagi muloqotni mustahkamlashga, yoshlarning jamiyatdagi faolligini oshirishga xizmat qiladi. Bu kabi uchrashuvlar shahar taraqqiyoti yo'lida muhim qadam bo'lib, yoshlarga o'z ovozlarini erkin ifoda etish va muammolarini yechishda faol ishtirok etish imkoniyatini yaratadi. Yoshlarning ish bilan bandligi, yoshlarda bo'sh vaqtini mazmunli ishlar bilan shug'ullanish bo'yicha o'z taklif va mulohazalarini bildirib o'tdi. Bundan tashqari yoshlarning kitobga bo'lgan, bilimga bo'lgan qiziqishlari o'rganildi. Bu hozirgi kunda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish borasida Yoshlar ittifoqi, Yoshlar ishlari agentligi tomonidan mahallalar kesimi bo'yicha yosh kitobxon tanlovlari, zakovat intellektual o'yinlari olib borilyapti. Bu nimaga yordam beradi? Bu yoshlarning bilim darajasini oshirish, o'ziga bo'lgan bilim va ko'nikmalarini yanada mustahkamlashdan iborat bo'ladi. Shahar hokimi yoshlarning taklif va tashabbuslarini inobatga olib, ularga amaliy yordam ko'rsatish borasida tizimli ishlarni amalga oshirish bo'yicha mas'ullarga bir qator vazifalar ham yukladi.